qilyapsizlar? 1,5 oydan beri bir erkak tomonidan ezg'ilab, tuhmat toshlari otilib, xalqni o'ziga chorlab kelgan insonni jabr. Mana shu xotinni kim ko'rgan bo'lsa, men ham o'zimni kommentariyasiga o'z fikrimni oliyjanob bo'lib yozuvdim. Mani blog qilibdi ekan. Bu xotin men umuman kuzatmasdim. Cheris hoji tanidim. Cheris hoji taniganlar ham ko'p bu xotinni. Hozir bu xotin davlatdan yordam so'rab, u qilib beringlar, bu qilib beringlar, iltimos deb nima qilyapti. Men hayron qoldim bu xotinning gap so'zlariga. Mani qora yaloq deyapti, u deyapti, bu deyapti. Endi haqiqatan nima deydi u? Oq qaraga chiqaradigan bo'lsak, oq desa oqarib qolmaysiz, qora desa haqiqatdan qora bo'lsangiz qora bo'lib qolmaysiz. Xabash demayapti-yu. Nima? Keyin siz shaxsingizga nisbatan hech qanday ism, familiya, hech narsa deyotgani yo'q. Nimaga o'ziga olgan, og'ziga olgan qilyapsiz? Bu yerda yana qarroningizni ham olib chiqib yig'latib internetda. Bu xotin o'zi har doim odamlarni aldab, odamlarni ichiga kirib, chuvstvasi bilan o'ynaydigan ayol ekanda. Boshida ko'rsalaring bu bechorani yoqib olgan. Voy, nima bo'lyapti? Voy, sotaman. Voy deb chiqqan ekanman. Bir betlab ko'rdimda internetda bu xotinda. Keyin bir dumalab olib ro'mollarda chiqqan ekan yig'lab. Bir dumalab olib stilni o'zgartirib, sochlarini yozib, ana endi katta qo'taq kerak deb chiqyapti, lekin bechora bir ikkita tushunganlar nam yo'q qilib bunga video qo'ysa, unday emas. Men qiynalayotgan jabrdiyda ayolman deyapti. Sen agar to'g'ri bo'lsang o'zingga hech qachon o'zingni oqlash uchun harakat qilmaysan. Endi chiyaburga o'xshab chiyillab, "Baloncha yordam beringlar, tuguncha yordam beringlar, korrupsiya avjiga olganmi, o'qiganmi, bu qilganmi?" Hoji millioner emas. Davlat xodimlarini sotib oladigan. Davlat xodimlariga nisbatan sen tuhmat qilyapsan hozir. O'ziga qarshi buni ish ochinglar. Nimaga bu ommaga chiqib olib davlat xodimlarini ishlaydiganlarda layoqatsizlikda ayblayapti. Ikkita dalboyob internetda urushib qolsalaring, davlat xodimlari sen ikkita dalboyobni bir-birlaringni tushunmay, bir-biring go'shingga yemoqchi bo'layotganlaringga bekor ekanda hamma, butun davlat senga qarashi kerak ekan. Ya, tem bo'lib prezident qizining gaplarini noto'g'ri tushunib qo'yibsan. Maraz. Oilasi bor, oilada deyapti. Senga o'xshagan ajrashib ketgan zug'um ko'rib, u begona qo'toq, devona qo'toqlar demayapti. Pachesni aytadigan bo'lsak senga. Hoji to'ppa to'g'ri qilgan. Senga nisbatan u san rasmini qo'yib midi-midi qilgani yo'q. Sen boshidan beri hojini mana aytyapti deyapsan. Nimaga sen o'zingga olyapsan? Sendan boshqa qora tanlilar yo'qmi Instagramda? Qora tanlilar boshqa yo'qmi? Qora qizlar yo'qmi? Qorachadan kelgan qizlar yo'qmi? Nimaga sen erkaging bo'lsa, sen normalni, akang bo'lsa, akang nimaga borib erkakchasiga gaplashib, "Aka, bunaqa qilmay, noto'g'ri qilyapsiz" deb bizni anaqamizni yo bo'lmasam shunga nam yo'q qiladigan gaplarni gapirmang deb erkakchasiga gaplasha olsa bo'lmaydimi? deb ikkovlaring ona bola chiqib olib bir narsalar qilib yana xalqni chuvstvasi bilan o'ynayapsizlar-da. Davlat xodimlarini qilishga ishi yo'q ekanda. Qilishga ishi bo'lsa, mana kesin bu yerda juda odam qiynalib yotibdi. Dahoy odam qiynalib, nechta bolalar pastava bilan qamalib ketyapti. Narkotik o'qildi, bu qildi, balobatlar. Короче, muammo ko'p. Salardan boshqa ham qiladigan odamlarda. Ya hojini unday deyapti, hojini bunday deyapsizlar. Hoji to'ppa-to'g'ri qilyapti. Sizlar ko'zinglarni ochinglar, qachongacha bunaqalar xalqni aldab pulini olib, o'zidan bechorani yoqib olib, voy unday edi, bunday edi, voy bunday qildim, men bunday qildim qiladi. Qachongacha bular sizlarni aldaydi? Bu o'zini xuddi sizlardek quyi qatlam qilib ko'rsatib, birdaniga yuqoriga intildi. Bu asli ham quyi qatlam bo'lmagan, asli ham bu yuqori bo'lgan. Asli ham sizlarni prosta chumo qilib yurgan bu. Bir bolani qo'ltig'iga qistirib olgan, shu bolam deydi, bu bolam edi. 4 ta, 5 ta bolasi bilan erdan ajrashib, internetga chiqib dardini doston qilmayapti. Nechta xotin xalaj bor? 6 ta, 7 ta bolasi bilan ajrashib ketganlari bor. Bitta bolaga shuncha vahima qilib, bitta san ajrashsanda O'zbekistonda, bitta san ajrashib qolibsan. Nechtasi bor ishlab, mana Rossiyada qiynalib, kunini ko'rib, pasuda yuvib, pol yuvib ishlab yuribdi. Hech kim internetga chiqib jar solib bolani qurol qilib olib, faqat bolani ko'rsatib, faqat odamlar rahmini keltirib, shu boladan boshlagan ekan bu rahm keltirib, odamlarda o'zbeklarning mehr shafqatidan foydalanib, shu rahmdilligini bilib, ataylab bolani polni mana internetga qarayapman, polni bolani boshidan bolani qo'ygan, bolam kasal, bolam u, bolam bu deb, keyin yana isbotlayman, qasam ichaman, men mashinnik emasman, men xalq pulini yemaganman deyapti. Mashinnik shunaqa statyaki hech kim hech narsani hech qachon isbotlab bera olmaydi. Juda ham chuqur
San juda ham yaxshi bilasan bu narsani, bilganing uchun ham shunday bemalol o'zingga o'yering gapiryapsan. Tim bo'li O'zbekistonda bittasi bor edi, rak bo'ldim deb 3 yilmi 4 yilmi xalq pulini yedi. Juda katta pul ishlab yordi, uy joy mashina qilib nima bo'ldi, hech narsa qilmadi, hech kim hech narsani isbotlab ham bera olmadi. 15 tasi zaylini yozuvdi, oxir oqibat u uslovni oldi, hech narsa o'zgarmadi. San ham nima olarding? Hech kim senga qarshi, hech kim ehson bergan odamlar senga endi bizni aldadi deb chiqmaydi-da, chunki mayda qilib dahoya pul yig'ib yuborgansan. Endi Xudo biladi uni, mayli, biz senga lishni anaqamiz yo'q, bunaqa deb o'zingcha hojini pranklarini noto'g'ri tushunib olib, hojini qamataman, hojini qo'liga kishan soldirdi, demay qarab o'tiribdi. Sen kimsan? Sen uchun bor bitta odamni qamab. Uni ham farzandi bor. U haqiqat xalqqa oyna qilib bunday ko'rsatyapti. Men hoji tomondaman, hoji to'g'ri qildi. Men o'z fikrimni yozdim, cho'rniga tiqib tashlading. Nimaga senga o'z fikrini to'g'ri yozayotganlar cho'rniga tiqyapsan? Ko'tingdan kelmayaptimi haqiqatni eshitish? Ko'tingdan kelmayaptimi? Senga faqat yaxshi gapirib paxta qo'yish kerakmi? Nimaga sen salbiy fikrlarda, salbiy kommentariyalarda o'qimaysan? Nimaga? Hozir sen hojini qamatding, u qilding, bu qilding, nima bo'ladi? Oqarib qolasanmi? Oppo bo'lasanmi? Michael Jackson bo'lyapsanmi yo? Tavba qildim-ey. Hoji unday qildi. Hoji to'g'ri qilyapti. Hoji xalqqa ko'zinglarni ochinglar, ishlagan pulinglarni havoga sarflamanglar, ishonmanglar deb to'g'ri qilyapti. San aytgani yo'q, hech qayerda sani isming tilga olingani yo'q. O'shaning uchun o'zingga achchiq ishlamada to'g'ri yo'lingda yurgan davlat xodimlariga nisbatan korrupsiyami, umi bumi deyapti. Men iltimos qilib qolgan bo'lardim shu Namangandagi xodimlarga tuhmat qilib videoga sizlarni obro'sizlantirganligi uchun o'ziga qarshi chora ko'ringlar. Biz shubha qilyapmiz, xalq xavotirda. Xalqning bir bo'lagi sifatida men xavotirdaman. Nimaga ichki ishlar organlariga nisbatan bunaqa fikrga boryapti? Bu papugayni o'zinglar shtraf bir narsa qilib yormasanglar bo'lmaydi. O'ziga qarshi ish ochish kerak buni.